Boralık kecha degan naqshni chalganda o'ng qo'l pasni biz yi, ar, san, si, vu, lyo, chi, pa tizlasak yi, ar, san, si, vu, lyo, chi, pa, yi, ar, san, si, vu, lyo, chi, pa. O'ng qo'l mesela çalganda himashlandirsiz. Sol qo'l ishidagi akkordlarni men ustiga guruhlab yozib qo'ydim. Astidagi naqshning ustiga qaragan bo'lsak, berib sining deganning ustida em deb yozilgan. So'g'uq malanga deganda ga degani G deb yozilgan. Qaya kelganda qaysi akkordlarni ishlatilganmiz, meni chag'inib ko'rib ham tushunasizlar bo'ldi. Naqshni aytishdan burun biz o'ng qo'l, so'l qo'l eg'izimizdagi sanoqni ritmga tushirib turib mashq qilamiz. Masalan, arsensi volyo chiba, 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 arsensi volyo chiba. İşlediği akkordlarning hammasini omlashtirib turib, hozirgidek sanoq tushirib turib mashqlantirib olamiz. O'ng so'l qo'lni qanday chalamiz? Tayyorlik xizmatlarini qilib oldik. Endi biz eg'izimizdagi sanoqni naqshga omlashtirib, naqshni aytib sinab boqaylik. 0 seviyadan boshlab gitar chalish o'rganmoqchi bo'lsangiz, gitar setib olmoqchi bo'lsangiz, janozda o'ltirib ham o'rganadigan unidar tor darsxonasi tuzib qo'ydim. 2 oydan shu o'zingiz mushtan naqshdan bir ko'rib ham gitar chalib naqshataga seviyaga ekib qo'yma. Qiziqadiganlar undar nomeri 132 79 97 07 28 undar qo'shing. Telefon nomeri qo'shilmasa ustidagi birinchi xatni bir sundar qo'shsin bo'ldi. Ana sonra naqshga yetib boqaylik. Berib sening so'g'uq malanga talmuridim dar yuzlaringga yayrim chiqmadim bu amma yening g'amini görmedim yağdı bu yağmur çıkmadım bu amma yenin gamini görmedim yağdı bu yağmur Boralık gece yağmurluk gece sakladım seni tuttura bir gece Boralık gece yağmurluk gece sakladım seni tuttura bir gece. Keyingi kupletleri tekstini omlashtirsangiz akkordlar tushaverdi degan gap. Masalan, o'ltirsam malandiki sugatida Sen tekstini omlashtirsangiz tushaverdi degan gap. Bir ta yurak besish uchun tuqqanman, qo'lingizga rahmat.